Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, salomatmisizlar? Bu safargi videomiz pol klassik uslubdagi oyoq kiyimlar bilan tanishamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Lakronli usulda, korishnevoy rangda. Hozirgi rusumda, moda bo'layotgan rusumdagi oyoq kiyimlardan biri. Yana bir korishnevoy oyoq kiyimimiz. Padojlari poliuretan, padojdan foydalanilgan. Bu karafan mahsulotidan, lekin juda chiroyli va baquvvat ishlab chiqarilgan. Bunisini narxi 195 ming, bunisini narxi esa 125 ming so'm. Keyingi oyoq kiyimimiz tomni-siniy rangda, terisi tomni-siniy. Padoji buni ham poliuretan padojlardan. Bu terilik. Terini ham o'sha yupqa chiroyli bir holatda ishlov berilgan holati bu. Xuddi o'sha fasonda qorasi bu. Ko'rishlaringiz mumkin. Kastim shimlari bilan, klassik uslubdagi shimlar bilan ham juda aytadi. Oq ko'ylak, klassik uslubda ko'ylaklar bilan juda aytadi. Kачествоsi ham zo'r. Bular teri. Tanishtirib o'tyapmiz. Mana shu uchalasi mana. Yana bu qorasi, oq maloshniy padojga podbor qilingan. Bu ham teri. Juda kачествоsi yaxshi. Buni jinsalarga ham podbor qilsa bo'ladi, lekin har holda klassik uslubga xos bu ham. Yana bir qator ko'rishlaringiz mumkin. Kачестволari juda yaxshi. Undan tashqari ko'rib o'tishlaringiz mumkin. Bunaqangi modellari ham bor. Bu ham teri. Bunaqalarda narxiga kelsak, xo'p, 225 mingdan narxlari. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana bunaqangi uslubi ham bor. Bunaqangi uslublari ham bor. Krokodil teri qilib chiqarilgan. Noodatiy usuldan foydalanilgan. Buni ham ko'rishlaringiz mumkin. Tomni-siniy rangda. Padoji poliuretan padoj. Juda yengil oyoq kiyim. Yana bir assortimenti. Bunaqangi uslubi ham bor. Zamishlarimiz. Bular cheshka o'zi. Zamish materiali, zamish. Mana yosh kattalar uchun ham mana to'flilarimiz bor. Bular teri, 100% teridan chiqarilgan. Uslubda ham ko'rishlaringiz mumkin. Tovonli. Poshnasi tovoni balandroq to'flilar bular. Velika oyoq kiyim so'raganlar uchun mana. Velika. Eng kichigi 46 razmerdan 48 47 48lari ham bor uni. Juda chiroyli uslubda chiqarilgan cheshka. Bularda ham ko'rishlaringiz mumkin. Kommentariyaga yozinglar, obuna bo'linglar bizga. Yana nima oyoq kiyimlar haqida yoki bo'lmasa kiyim haqida qanaqangi ma'lumotlar bo'lsa so'rashlaringiz mumkin, kommentariyaga yozishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.